Bu so'zlar Yevropa uchun jiddiy ogohlantirishdir. Fransiya prezidenti sensatsion bayonot berdi. Yevropa 5 yil ichida yo'q bo'lib ketishi mumkin. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bu bayonotni 10 fevral kuni Tages Anzeiger gazetasiga bergan intervyusida aytdi. Macronning so'zlariga ko'ra, agar hozir zarur choralar ko'rilmasa, Yevropa jiddiy inqirozga duch kelishi mumkin va hatto yo'q bo'lib ketish xavfi ostida qolishi mumkin. Fransiya prezidenti ta'kidlaganidek, Yevropadagi ba'zi muhim sanoat tarmoqlari, kimyo sanoati, avtomobilsozlik sanoati va stanoksozlik sanoati keskin pasayishni boshdan kechirmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, bu sohalardagi vaziyat so'nggi 18 oy ichida tubdan o'zgardi va Yevropaning raqobatbardoshligi jiddiy zaiflashdi. Macronning so'zlariga ko'ra, Yevropa hozirda ikki tomonlama inqirozga duch kelmoqda. Bir tomondan Xitoy bilan savdo bosimi kuchaymoqda, boshqa tomondan AQSh siyosatida beqarorlik mavjud. Fransiya prezidentining so'zlariga ko'ra, Yevropa bu jarayonlarda kuzatuvchi bo'lib qoladi yoki faol ishtirokchiga aylanadi. Uning so'zlariga ko'ra, betaraflik eng xavfli yo'ldir. Macron shuningdek, Grenlandiya bilan bog'liq vaziyatni Yevropa uchun muhim geosiyosiy burilish nuqtasi sifatida baholadi. Uning fikricha, Grenlandiya atrofidagi nizolar Yevropa uchun haqiqiy tahdidni yaqqol ko'rsatib turibdi. Ma'lumot uchun, Grenlandiya Daniya qirolligining bir qismidir. AQShning sobiq prezidenti Donald Trump orol AQSh tarkibiga kiritilishi kerakligini bir necha bor ta'kidlagan. Daniya va Grenlandiya rasmiylari o'zlarining hududiy yaxlitligiga hurmat ko'rsatilishi kerakligini ta'kidlamoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Emmanuel Macron Yevropa geosiyosiy va geoiqtisodiy favqulodda vaziyatda ekanligini ta'kidlagan edi. U Yevropa ittifoqi rahbarlarini Amerika texnologiyalari va Xitoy importidan orqada qolmaslik uchun tezkor iqtisodiy choralar ko'rishga chaqirgan. Xulosa oddiy. Yevropa vaqti juda oz. Yoki harakat qiling, yoki tarix sahifalaridan siqib chiqarilasiz.